10 ming so'mga azizlar bitta pachka sigaret ham bermayapti-da, rostini aytsam. Tamam, operatsiyaga kirib ketdi. Qo'ldan kelgancha yordam etishing iltimos, xalqim. Assalomu alaykum hammangizga. Sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan harman ishlar bilan men mana bugun har doimgidek mana shu Navbat qizimizning yanına keldim. Mana shu больницада yotibdi bugun. Sababi operatsiya bo'ladigan kun edi. Men aytdim kelib sizlar bilan birgalikda bir xabar eting deb keldim. Mana bugun shu operatsiyaga qiladi degandan keyin aytgandan keyin hozir shu operatsiyaga kirib ketgan bo'lishi kerak. Shu sababli men keldim. Ham bir mana ko'p vaqtdan beri mana tushgan pullarni aytib qo'ydim. Bugun bir az bo'lsa da aytib o'tayim deb shu 3-may kungacha bo'lgan nelarni aytayim, biroq kartalarimiz ham ko'p pul tushmagan, to'xtab qoldi. Kasbiy Gold kartamiz ham to'xtab turibdi. Sababini bilmayman, biroq Kasbiy Gold kartamizning egasi Qozog'istonda ya yubora olmay turibdi, ya pullar tushmay turibdi, aniq bilmayman. O'zim Telegramga kirmay turibdi bir 2 kundan beri. Tushmay turgan ham bo'lishi mumkin, bo'lmasa xabar berar edim. Biroq bir ikki odamning bir odam pul tashlabdi, shuni yuboribdi Kasbiy Gold kartamizga. Jonibek degan yigitimiz 200 tanga bir solibdi, 500 tanga bir solibdi, 700 tanga bir solibdi. Bo'lgan shundan boshqa Kasbiy Gold kartamizda shu kungacha pul yo'q. Endi agar shu pul solgan kishilar bo'lsa, men endi har safar yozaman. Buni kelmay ham turibdi, buni Telegramga shu Kasbiy Goldning egasi yubormay turibdi. Agar shu otlari chiqmagan bo'lsa, shu kommentariylarga yozib turinglar-da, shu men shu pul solib edim, meni otim chiqmadi deb, men bir yanglishib ketmaslik uchun. Mana o'z kartamizga, Huma kartamiz, Navbat qizimizning kartasini 25 ming so'm hamda bir kishi 10 ming so'm pul solibdi. O'sha 25 ming, 35 ming so'm pul tushibdi. Hammasini Alloh rozi bo'lsin. Shunday pul solgan, qanday niyat bilan pul solgan bo'lsa, niyatlari Alloh beraganda qabul bo'lsin deymiz. Shunday, shu qo'limizdan kelgancha mana hozir operatsiyaga kirib ketgan bo'lish kerak. Hozir mana qizimiz ham keltir ekan, mana o'zi qizi. Feruza, assalomu alaykum. Qalay, yaxshimisan? Sog' salomat. Mamang yaxshimi? Bunda buni nega so'rab o'raman? Operatsiyaga kirib ketdi. Operatsiya kirib ketdimi? Qanday, o'zi yaxshimi? Yaxshi, shukr. Assalomu alaykum, sahiy xalqim. Tamam, operatsiyaga kirib ketdi. Tavba ketki deb tilak tilayapman, oldinda aman bo'lg'ay. Sizlar ham qo'ldan kelgancha yordam etishing iltimos, xalqim. Rahmat. Shu vaqtdan qaratyapsiz. Atag'ada rahmat. Oldimizda aman bo'lsin, umr uzoq bo'lg'ay. Qo'ldan kelgancha yordam etishing iltimos. Rahmat ko'p. Bo'ladimi, hurmatli aziz do'stlar, mana hozir shu operatsiyaga kirib ketdi deyotir. Shu Allohdan shifo tilab qolamiz. Sizlar ham shu Allohdan shifo tilab duo qilib o'tiringlar. Davronbek ham keldi, shu Davronbekka da bir so'z beramiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir menga mikrofon shart emasam ovozim qattiq chiqadi, hamma bilsa kerak. Azizlar, mana keldik. Kecha aytganimdek, shu yerda ozgina yordamlashib yuramiz bobomizga boshqa deb aytilgan. Navbat opamiz ham bugun Xudo xohlasa operatsiyaga ketdi, yaxshi chiqadi degan umiddamiz. Natijalari boshqalari Allohdan so'rab qolamiz. Obunachilarimiz ham ko'rdim, kommentariyalarda duolar qilgan barcha obunachilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Aziz do'stlar, endi opamizni uy masalasi bo'yicha biz nima qilyapmiz? Harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa uyini ham nima qilamiz? O'zi operatsiyalardan yaxshi chiqib olsa, asosiysi birinchi o'rinda azizlar sog'lik. Sog'lik bo'lmasa, u mol, dunyo, uy, joy, boshqa bo'lganini menimcha farqi qiziq emas deb o'ylayman. Odam og'rib yotganda hech nima ko'zga ko'rinmaydi.
eng asosiysi sog'lom bo'lish kerak, boshqa qilish kerak. Xudo xohlasa navbat opamiz ham yaxshi operatsiyalardan chiqib, yana sog'lom bo'lib yuradi deb umid qilamiz. Hammasi Allohdan. Endi boya bobom aytdi, men uncha mablag' nima taraflariga qiziq bo'lmayman, faqat shu obunachilarimizdan iltimos qilaman, shu ozgina bo'lsa ham qo'ldan kelguncha qo'llab turishini iltimos qilaman. Toma-toma ko'l bo'lur deydi azizlar. Qo'lingizdan kelguncha shu Alloh uchun shu navbat opamizga ozginadan bo'lsa ham yordam berib turaylik. Endi shuncha videolarda bugun 3-videodami, 2-videodami chiqyapmiz. Obunachilarimizdan yana bir bora iltimos qilamiz. Qo'lingizdan kelguncha mana shu oilaga, uy taraflarini ham, boshqa taraflarini ham o'zim yana bir bora sizlarga aniqroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Qo'ldan kelguncha endi bizcha unchalik katta nimalarga o'xshab, blogerlarga o'xshab nima emasmiz, professional yoki boshqa emasmiz. Qo'ldan kelguncha yoritib berishga harakat qilamiz. Saxiy insonlarimizga shu videolarimiz, boshqalarimiz yetib borishi uchun qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Hammamiz qo'limizdan kelguncha azizlar ehson qilib turaylik. Endi bu yoq qizlar ekan, birinchi marotaba ko'ryapman men ham. Qizlar shu oyisini oldiga kelgan, operatsiyadan oldin qarab, boshqa qilib kuni bilan shu yerda bo'lyapman deyapti, boshqa qilyapti. Endi bu qizlarni ham nimalarni kengroq, yorqinroq tarzda operatsiyalar tugagandan keyin, uyga qaytgandan keyin hammasini batafsilroq tushuntirib berishga harakat qilamiz. Endi kecha aytgandim, men mablag' tushgan akalarimiz, opalarimizni hammasini aytib beraman degandim. 3ta inson tashabdi, Sberbank kartalarimiz Rossiyadagi, endi VPN sababli ko'rmasa kerak videolarimizni, lekin bizni Qozog'iston tarafdan ko'rayotganlar, O'zbekistonning o'zida ko'rayotgan opalarimiz, akalarimiz bor. Qo'ldan kelguncha mana shular yordamlashib, qo'llab turishingizni iltimos qilamiz. Bobomizni ham, boshqa nimalarni ham loyihalariga. Endi bitta loyihada to'xtab qolgan, shu navbat opamiz loyihasini tugatib, boshqa loyihalarni ham boshlashi uchun ozginadan bo'lsa ham birgalikda qo'llab-quvvatlab yuboraylik azizlar. Kecha aytganimdek 10 ming so'mga azizlar bitta pachka sigaret ham bermayapti-da, rostini aytsam. Endi dangal aytadigan bo'laman, men bilasizlar. U bunday emas. O'zi yurish-turishlarim yaxshi turayotgandir kamerada. Kommentariyada yozib qoldinglar, endi bilasizlar u yog'ini. Xullas azizlar, nima demoqchiman? Hammamiz qo'limizdan kelguncha shu oila uchun, mana bitta qizi bor ekan opamizni, shu oila uchun qo'ldan kelguncha yordamimizni ayamaymiz. Ertaga uylariga ham borib, boshqa qilib yorqinroq videolar nima qilishga harakat qilamiz. Endi videolar orasi uzoq bo'lyapti, boshqa qilyapti. Har kuni video chiqarishga harakat qilamiz. Nimaga desangiz, endi obunachilarimiz zerikib qoladi, boshqa bo'ladi. Har kuni masalan bitta, ikkitadan video olishga harakat qilamiz. Endi bobomizga ham o'zimiz yonimizda yurib, bobomni o'zi ham operator, ham nima bo'lib yordam video tushirish qiyin bo'lyapti, tushunasizlar. Bobomiz ham 70 yoshga chiqib qoldi. Endi oizni Xudo xolasa obunachilarimiz ko'rdingiz, hammasi duo qildi kecha. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Azizlar, stop kadr bo'ldi. Joyda o'zgartirdik. Quyosh, video, kачество, sifatli video tushirishga harakat qilyapmiz. Endi sifatli ham bundan keyin videoni sifatlarini ham nima qilamiz? Boya nima deyotganim esimdan chiqib ketdi. Bu yoqqa joyda o'zgartirayotganim uchun. Video birdan uzilgan bo'lsa, uzr so'rayman. Operatorlarimiz boshqa joydan to'g'rilab oladi. Montaj qiladigan insonlarimiz boshqa. Xudo xolasa azizlar, duoda bo'laylik, qo'ldan kelguncha qo'llaylik. Men ham ko'p gapirsam gapiraveraman, boshqa ham bo'laveradi. Bundan keyin bobomizni yonida yuramiz. Agar aloqaga chiqaman degan odamlar bo'lsa, bobomiz bilan bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanaverasiz. Bobomizning ijtimoiy tarmoqlari bor. Xudo xolasa qo'ldan kelguncha boshqa insonlarga ham yordam qilishga harakat qilamiz. Endi navbat opamizning loyihasini ham tezroq yakunlab, ko'plab saxiy insonlarimiz bilan birgalikda shu loyihani ham yakunlaylik. Endi men qizlarim bilan nima qilmayman, o'zlari boya menga bir nima aytayotganda, uy taraflama hozir bansadan chiqqandan keyin uylarimiz salqin deb bir nimalar aytayotganda, endi o'zi alohida tushuntirib beradi. O'zlaringiz obunachilarimiz tushunib olasiz. Xudo xolasa kengroq, yorqinroq vaziyatni yoritishga harakat qiladi deb o'ylayman. Men hali ozgina o'rganib olgandan keyin, o'zim nima qilgandan keyin mana kengroq tushuntirib nima qilishga harakat qilaman. Hayajon baribir bor bizda. Ko'p vaqt bo'ldi.
hozirgi bo'layotgan kvartiramiz aslida sohillov, beton, poli yo'q. Mana operatsiyadan chiqqandan keyin qiyinlov шығар deb o'ylayapman. Mama жылы yer kerak. Shuning uchun tez qo'ldan kelgancha yordam etavering, iltimos xalqim. Aytaverman, mana tavba ketsa bo'ldi. Mana bundan boshqa hech kimim yo'q. Mana buning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Qo'ldan kelgancha duoda bo'ling. Tavba ketki, mamam. Soni aytajagadim xalqim. Azizlar, eshitdingiz, endi kvartira shunday unga aytdi, tushuntirib berdi, boshqa qildi. Borib ko'ramiz kvartirasini ham. Nima topamiz ham, xudo xolasa bir kunga chiqib qolsa, boshqa kvartiraga o'tiramizmi? Unga ham baribir mablag' ketadi, hamma narsa mablag'ga borib taqaladi. Endi kvartirasini bir iloj qilamiz, shuning uchun tezroq harakat qilib uy qurishgami yoki olib berishgami qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Obunachilarimiz ozgina bo'lsa ham saxiy insonlarimiz ko'p. Men shuni bilaman. Xalqimiz qiynalgan oilani bunday yolg'izlatib yoki boshqa qilib qo'ymaydi. Biz bu yerda faqat sababchi, shu saxiy insonlarimizga yetkazib berish. Bobomiz shuncha vaqtdan beri harakat qilyapti. Qo'ldan kelguncha tezroq shu uylarni hal qilamiz. Kvartira masalasini ham birinchi navbatda ko'rib chiqamiz. Endi sog' operatsiya bo'lgandan keyin salqin joyda emas, issiqroq joyda bo'lish kerak. O'roqbola tarafda dedi, u yoqqa ham boramiz. Endi kelganimizga yaqinda nima qilgandim, darrov borib hali u yoqqa ulgurmadim. Hozir mablag'ni so'radim. Mablag' o'sha 5 oymi, 6 oymi davomida loyiha ketyapti. O'sha davr mobaynida hamma mablag'lar krupniy hisoblaganda 11,5 million mablag' bor ekan. Yana bir 10 millionday mablag' bo'lsa, azizlar, 10 millionday mablag' bo'lsa, shu sal rayon taraflarda bir Xo'jilimi, Yigilimi, farqi yo'q, shu taraflardan bitta uylar bor, 2 xonali yashasa bo'ladigan uylar bor. Mana shulardan bittasini olib berishni men taklif qilyapman. Obunachilarimiz bunga nima deydi? Agar mayli desanglar, bitta uyni saylaymiz, ana shunga mablag'ni bosib yig'ib sotib olishga harakat qilamiz. Keyin topshirib bularni ham uyli qilamiz. Obunachilarimiz bilan birgalikda albatta. O'sha arzonroq uy bo'lsa, nima qiladigan ko'rayotgan obunachilarimiz bo'lsa yoki taklif beradiganlar bo'lsa, mana shu 11,5 million bor, keyinchalik berasizlar, bo'lib desa ham bo'ladigan nimalar bo'lsa, yozaverasiz kommentariyada, bobom bilan bog'lanaverasiz. Kommentariyalarga yozasiz yoki boshqa qilasiz. Kommentariyalarni ham o'zim vaqtim bo'lganda ko'ryapman, boshqa qilyapman. Xudo xolasa hammasini bir iloj qilib obunachilarimiz bilan o'ylashgan holda birgalikda, endi mendan ko'ra bu oilani qanday ekanini, qanday narsa bo'layotganini yoki boshqa bo'layotganini siz obunachilarimiz yaxshiroq bilasiz deb o'ylayman. Nimaga deganda, videolarimizni qoldirmasdan ko'rib, boshqa qilib kelyapsizlar. Yog'iga azizlar, qo'ldan kelguncha qo'llanglar. Hammasi Allohdan. Shu obunachilarimiz qo'ldan kelguncha layklarni bosib, videolarni tarqatib, kartalarga bee'tibor bo'lmasdan qo'llab tursa, bu yoqqa hammasi yaxshi bo'ladi. Endi men ko'p gapiravermayman, bobomga beraman. Bobom videoni yakunlab, shu endi ozgina qisqacha shu obunachilarimiz operatsiyaga ketyapti deb tushgan mablag'larni ham aytib ketaylik deb men bobomga aytgandim. O'shaning uchun keldik. Hozir mablag'larni eshitdingizlar. 700 rubl, rubl ham bo'ldi. 700 tanga, bu yoqda 35 ming so'm jami pul tushgan. Obunachilar, iltimos sizlardan shu oilani yolg'izlatib qo'ymaylik. Shu singlimizni, opamizni, Inobat opamizni qo'ldan kelguncha qo'llab turaylik. Bo'lmasa men xayr deyman azizlar. Keyingi videolarda ko'rishamiz, xudo xolasa. Mana aziz hurmatli do'stlar, mana shu hozir bolnisadamiz. Mana hozir Davron begim o'zi qo'ldan kelgancha shu sizlarga gapirib berdi. Shu mana oila to'g'risida, shu Inobat qizimiz ham Feruza qizimiz to'g'risida gapirib berdi. Shu sababli endi mening aytajagim xullas, mana bu yog'inada shu qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, podpisatsiya bo'lib,
Shu duoda bo'lib, shu Allohdan tilab o'tirasizlar degan umiddaman. Shu oilani bir sizlar bilan birgalikda uyli joyli qilib, shu bilan qo'limizdan kelgancha kartalarga befarq bo'lmasdan kasbiy kartalarimiz hamda Uzkart, Homa kartalarimiz, Navbat xizmati kartalari turibdi. Mablag' jinoilgan mablag' hamma sizlarda turibdi. Sizlarda debman, Navbat xizmatida turibdi. Men o'zim yozib, kunda kun shu pul tashlagan bo'lsa, qaysi kartaga tashlagandan qat'iy nazar barini yozib, taxlab qo'yibman. Pullar Navbat xizmatida turibdi. Shu hozir Davron begim aytdi, shu hozir hamma pulni yig'madik. Krupniy shu 11 milyon 500 ming chamasida pulimiz bor. Endi bu yog'ini Davron bek aytdi. Shu rayondan bo'lsa-da, shu qishloqdan bo'lsa-da bir 20-25 million atroflarida bir joy berib qolsa kerak, shu Xo'jaylidami, Taxirtashdami, Xalliqul, Cho'mag'aydami, Qarauzak taraflardami bo'lsa-da shu olib beramiz sizlar bilan birgalikda deb, xudo xolasa. Shu boshqa ilojimiz yo'q, sababi Nukusda o'zingiz ko'rdingizlar, turin bir joyda 30 millionga gaplashib, u qaytish bo'ldi. Satmagan bo'ldi. Bular xafa bo'lib qoldi, bular bolsa tushib qoldi, kasallanib. Endi o'zim operatsiya vaqti keldi, mana shu kunga to'g'ri kelgan ekan. Bugun operatsiya bo'layotir. Shu Allohdan shifo tilaymiz, duo qilamiz, shu yaxshi. Bo'pti bo'lmasa, mana shu endigi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga katta rahmat.